Assalomu alaykum hammaga. Bugun Manchester United paketi keldi. Shunga pak opening qilamiz. Yolg'iz emasman, yonimdagi do'stim bilan qilamiz shu ishni. Qiziqarli bo'lishi uchun videoni. Bizda 6200 coinsimiz bor. Akkauntni ko'rsatib o'tib ketaman. Mana dahshat akkaunt. Shu bu yerda 34 ta free slotimiz ham bor. Shunga ham pak opening qilamiz. Qani siz boshlang birinchi. Birinchi imkoniyat beriladi. 900 talik bosishga kerak. Men boshlamay qo'yman, qo'lim har doim og'ir kelyapti. Bosavering. Bunga? Qani? Birinchi imkoniyat. Birinchi imkoniyatda hech nima bermadi. Aytdim men sizga. Nechov bo'lib turadi. Juda qiyin birinchisida berish. Van Dijk, Van Dijk tushyapti, ha. Virgil van Dijk. O 83 ku, normal emasmi bu? Undan tepa yuqori o'yinchilar bor. Pakni tanishtirish xayolga kelmabdi. Uzr hammadan. Bu yerda asosiy 3 ta futbolchimiz bor. Ko'ryapsizlar, Best kelgan, Petr Schmeichel va Robson kelgan. Asosiy maqsadimiz Petr Schmeichel va Best bo'ladi. Endi men uni boqam. Qani birinchisida imkoniyat bo'lmadi, tushmadi. Qani ikkinchisida ushlab turamiz. Qani Black bo'lsa dahshat bo'lardi. Qani ketdik. Yo'q. Balki o'zgarib ketadi. Yo'q, o'zgarmadi. Hayrat katta dedi. Ikkita imkoniyat ketdi. Qani sizniki, qani navbatingiz hozir. Nechta imkoniyatimiz qoldi? Hozir примерно 5-6 ta 900 dan bossak bo'ladi. Qani bosing 900. Nimani? Ketdi. Qani berib qol. Yo'q. Uchinchi imkoniyat. Aytyapti Hamid aldadi dedi. Aldyapti ustoz. Aldadim. Olganim yo'qmi? Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Kimni 3900 coins qolgan bo'lsa, 4 martalab 900 dan bosamiz. Mayli, ko'ngilni cho'ktirmaymiz. Hali hammasi oldinda. Конечно. Shunda bera qol qani. Qiynama kanami. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qani. Есть, epic есть. To'xtang. Bu 7-raqam. Eng kuchli futbolchi tushdi. Robson tushyapti. Wow! Zo'r urasizda. Robson tushdi. Eng kuchli tushdi hozir bizda. Yo'g'i? Shu pakdagi eng kuchli futbolchi tushdi. Yana bittasini tushirsak normali bo'ladi, ha? Bittasini tushirishimiz kerak. Hozir mana shu Petr Schmeichel tushirganimizda отлично bo'ladi. To'xtatamiz sirasi. Haligicha bitta orqaga olib yuboring. Bo'lma. George Bestni tushirsak. Best tushmabdi-ku. Robson tushibdi bizga. Ha. Bestni tushirishimiz kerak edi. Bestni tushirish. Qani hozir. Mayli. Haligi e'tibor beraman. Ular bir-biriga o'xshaydi-da juda. Davom etamiz. Alisher va sal Buxoroligi bilinadi endi. Shunaqa. Uzr so'raymiz, nima qilamiz? Qani boshladik. 900 qani ketma-ket bo'lsam. Bermadi. Yana hayrat karta beryapti-da. McTominay. Scott McTominay. Hozir 2100 bo'lsa 3 marta bosish imkoniyatimiz bo'ladi. Yana bir marta? 3 marta yo'q. 3 marta. Yo'q, hozir hisoblasak hozir 100 coins dan bosing. Qani siz 3 marta 100 coins bosing shundan. Tushib qolar balki. Qani ketdi. 100 coinsga berish qiyin, ketdi bo'ldi bosildi.
Bermadi. Zo'r emas. Yana bitta Ha, bosimchi. вообще nimani berdi? Bu qanaqa berdi? Xullas musor karta berdi. Ha, Qani Qo'shoq musor kartalardan berdi. bosing yana. Voy. O'zi ikkita imkoniyatimiz qolyapti. Yuzlarni bo'lmasa bosmaylik bunisi. Bosamiz. Bespantovnik igroklar beryapti. Asosiy ikkita futbolchi kerak edi. Robson uncha kerak emas edi bizga. Lekin Robson yomon o'yinchi emas. O'zi nechta o'yinchi qoldi? 98 ta o'yinchi qoldi bakda. Qani berib qoldi. Ikkita ushlashimiz kerak edi kamida. Qani qo'yib yubordim. Qani ketdi. Voy, просто yo'q-da. Shuncha haylat karta beryapti-da. Yana bitta qoldimi? Bitta qoldi. Mayli, yana ko'ngilni cho'ktirmaymiz. Bizda oxirgi imkoniyat qoldi. Birinchi yuzni bosingiz qani. Хотя бы Shmeyxelni tushirsak ham normalniy bo'ladi, to'g'rimi? O'shanda to'xtatsak bo'ladi. Yuzni bosardi. Yuzdimi? Qani yuzni bos. Bunda imkoniyatimiz qolmadimi? Bitta bor, uni keyin bosamiz. Aha. Balki shunda berib qolar. Ketdi. Berlin. Mayli. O'zi nechta qoldi hozir ochdik. Yana tushmadi. 87 qoldi. Просто dahshat. Bitta epik ushladi. Oh. Oxirgi imkoniyatimiz qani? Oxirgisi shu. Majbur coin sotib olamiz agar. Davay. Qani brat? Parvod qilma endi. Oxirgi imkoniyat Shmeyxel deb ber и to'xtatamiz. Qo'yib yubordim. Wow, просто wow. Nima unaqa neudachniy bo'lyapti? Вообще неудачный bo'ldi. Billa. Endi nima ochamiz? Slot ochaylik. Qani 10 ta bosing. Bu pakda ochamiz slotni, бесплатно slotni, slotni. Bosing 10 talikka, qani. Buni 10 talikka bosingchi. Ketdi. Hatto bu shuni nomad kelsin. Va bunda ham yo'q-da. Bunda ham yo'q просто. Motiv darmiyani beryapti. Bu o'yinchilar kerak emas. Barella. Ha, Barella ekan. Endi men bosaman hozir. Omadsiz bo'lyapti. Bitta epik ushladikda. Yo'q. Qani ketdi. Yana yo'q. Epik bor. Epik chiqdimi? Hozir bor. To'xtatdan kim chiqishini ko'ramiz. Hozir. Davay, birinchisi bo'lsin, birinchisi. Lothar Matthäus tushyapti. Zo'r. Dahshat. Lekin nargida omadsiz bo'ldi, shunga qandaydir tatimayapti-da bu. Matteus. Lothar Matthäus. Lothar Matthäusni ushladik хотя-бы. Endi Lothar Matteus nima? 100 mi? ha, примерно 105 bo'ladi bu karta. Ha, 105 bo'ladimi? Eng birinchidagi ushladikda. Endi siz bosasiz hozir. Bitta O ushlaylik. Manchester Unitedniki edi shekilli u birinchidagi. Ha, Berbatov edi. Yo'q, bu yerda Ha, o'xshaydi. bu boshqasi. Qani 10 ta bosingchi. Shunda ushlaylik, qani. Ketdi. Ketma-ket tushmadi. Haylat karta beryapti. Aytdim men bosmaydi. Yo'q, endi u omadga bog'liq-da bu yerda. Hech qanaqa bir ishonmayman to'g'risi usulga. Oxirgi imkoniyatimiz. Qani 4 ta imkoniyatimiz qoldi, 4-inchisi. 4 talik. Berbatovmi? Berbatovmi? Berbatov tushyapti, yaxshi. Endi Berbatov zo'r.
Хотя бы ikkita epik ushladik-da shu yerda. Berib atib tushdi. Hozir o'qish 3 ta epik ushladikmi endi? Ha, endi 3ta ushladik. Lekin Ancha qimmatga tushdimi? ancha qimmatga tushdik hozir. Endi ochib qo'yamiz buni qolganini ham. Hozir bitta oxirgi nimamiz qoldi. Imkoniyatimizmi? Nimada potifga ochib qo'yamiz. Bitta potif bor. Qani bosing, besplatno. Kimni berar ekan buni? Kim bu? Центральный защитник. Лацио. Ну, bu Такой себе. не такой себе. Xullas davom etamiz. Yana coin sotib oldim 3400 ga. Endi ushlamasak bo'lmaydi, oxirigacha ochmasak bo'lmaydi bu pakni. Boshlaymiz. Asosiy ikkita o'yinchi qoldi bu pakda. Ovozni pasaytiramiz sal. Qanaqadir usul qilib ushlashimiz kerak o'zi bor. Qani birinchi to'pga istalik bosamiz. Black bo'lsin bo'ldi to'pdan. Ketdik. Qani shuni istab ber. Afsuski yo'q epik. Oxirigacha ochtirmasa bo'ldi bu Konami. Qani bosamiz. Shuni ustida tushsin endi. 67 o'yinchi qolgan. Ketdi. О, наконец-то, наконец-то. Bittada. Bitta. Black emas. Zato ushladik, yaxshi. Endi oxirgi o'yinchi qoldi. Shmeykel qoldi. Best ushladik, best. 1600 ko'nsimiz qoldi hozir. 57 ta o'yinchi qoldi ichida takda. Qanday o'tsak bo'lar ekan? Position qilib ochaylik chiqani. 900 ko'ns. Qani ketdi. Ber shunisi-da qiynama Konami. Yo'q. Просто вау. Yuskonusdan boshlaymiz hozir. Endi qiyin u Yuskonusdan ushlash u. Harakat qilamiz. Balki berib qolar. Yo'q. 50 tadan oshiq o'yinchi bor. 47 ta qoldi. Yana yo'q. Yana ketdi Yuskonus. Va yana bitta. Afsus. Yana bitta. Yo'q. Oxirgi imkoniyat Yuskonusga. Ketdik. Oxirgisi qani? Har doimgidek yo'q. Yana coin sotib olishga to'g'ri keladi. Xullas, yana davom etamiz. Pakda nechta o'yinchi qoldi? Hozir ko'ramiz. 40 ta o'yinchi qoldi. 40 dona o'yinchi qoldi. Bizda 3900 ko'rsimiz bor. Bitta Shmeykel qolib ketdi shu. Qani boshladik endi. Oxiri bermasa bo'ldi. Shunisi-da berildi hozir. Yo'q yana. Va
Konami qoqdi-yu bizni prям. Bez vazelin qoqdi. Oxiri tushdi bu borib, oxiri tushdi. Oxiri tushdi. Biz reaksiya qilgan kelmaydi-da, boru. Vaqti 20 ta o'yinchi qoldi, biz 130 ta o'yinchi ochdik. Chiqishini qaranglar-da, buni chiqishini. Yigirmata o'yinchi qoldi просто. Men professional youtuber emasman, to'g'risi, bu men uchun hobbi. Lekin bitta paytga 130 ta примерно hozir qancha sarfladik, hisoblab chiqsam, почти $80, $90 bor deydi. Afsuski, покупаемыз omadsiz yakunlandi. Buni tushungan odam tushunadi. Menga ko'p narsa bog'liq emas. Даже omadli bo'lganda ham shu gapni aytgan bo'lardim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Obuna va like bosib qo'yishni unutmanglar. Katta rahmat.